Xazine'nin Torkun Terbiyeleş Merkezi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımızga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. İsmail Qadir Ta'bir Sarayı. Angliyaga chiqishdan burun İsmail Qadir ismli dunyoviy yozuvchining borligidan xabarim yo'q edi. Jungoda madaniyat jihatdagi g'arblashishga qarshi shamol chiqib turgan sari g'arb adabiyoti shuncha ko'p tunishtirilib kelindi. Buni xuddi qo'rqqan narsani yaxshi ko'rishdek paradoks zidlam hodisalarining biri deyish mumkin. G'arbga ham intilish, ham qarshi turish jungoliklarning madaniyat psixikasidagi murakkab tanlashning bir ifodasi sifatida hammamizga oydin bir reallikdir. Uyghur ziyolilarimi oldingi asrning 80-yillardan tortib xanzu tilining vositasi bilan Yevropa va Amerikadagi taraqqiy topgan madaniyat va iqtisodda hokim o'rinda turayotgan allarning adabiyotidagi katta namoyandalar bilan tanishib keldi va qisman darajada ularning ta'siriga yo'liqdi. Bizning chet ellarning adabiyot haqidagi bilish doiramiz Jungodagi ma'muriy ideologiyaning moyilligi bilan bog'langan bo'ladi, albatta. Angliyadagi madaniyat xodimlari bilan uchrashganimda biz uchun yangilik bilingan adabiyot yulduzlarining allaburun klassiklashib, o'tmish davrlarga mansub bo'lib ketganligini bayqadim. Ular davomli oldiga yuzilinib badiiy ifodalashning yangi ochqichlarini maydonga keltirib bo'lishgan edi. Bizning adabiyot avangardlarimiz ularning o'tmishida ularning o'zlari bo'lsa kelgusida yashayotgan edi. Ko'nglimdagini aytganda, Londondagi kitobxonalarga kirib ishkoplardagi kitoblarga qaraganimda, menga nisbatan ismi noma'lum, ammo bo'sish xarakterlik natijalari bilan Angliya o'qirmanlarining ixlosiga erishgan adablarning ko'pligidan ko'zim olachakman bo'lib ketdi. Adabiyotning ijtimoiyatida girvaklash taqdiridan saqit bo'lolmaganimdan ma'yuslandim. Meni ismining yangiligi bilan ta'ajjublantirgan g'arb yozuvchilarining biri İsmail Qadir bo'ldi. London universitetining o'qituvchisi doktor Edmundning kutubxonasida ziyoratda bo'lganimda Edmund menga İsmail Qadirning Sehpara April nomli kitobini tunishtirgan edi. Edmund Angliyadagi musulmonlar jamoatining ma'rif masalasini tadqiq qilgan odam bo'lg'achqa, albaniyalik bu yozuvchining asriga alayda diqqat qilgan edi. Amin Ma'luf, Orxon Pamuk, Najif Mahfuz, İsmail Qadirlar Uyg'ur yozuvchisi Abduvali Alining Afaq Xo'ja to'g'risidagi romani Edmundning badiiy ko'ztishlarining doirasidagi jalbkor nuqtalardan edi. İsmail Qadir bu ism menga shundoq o'z va yaqinlik tuyulib ketdi-da, uning kitobini ko'rib biqish istiki paydo bo'ldi. Sehpara Aprilni Edmunddan ariyatga ilib bir qo'ri ko'rib chiqqan bo'ldim. Jumlalar she'riy puroqqa boy, bayonlar jalbkor. Asrning badiiy sapasi g'arb adabiyotidagi zamonaviy uslub bilan yondosh edi. Keyinchi men kitobxonalarga kirsam İsmail Qadirning asarlariga maxsus nazar soldigan bo'ldim. O'lgan armiyaning generali, Ta'bir Sarayı, Konsert, Bahordagi gullar va Bahordagi qirov, Qo'rg'on qatorliq asarlarining inglizcha nashri ko'zimga chiliqdi. Yozuvchining asosiy mavqesi hokim mutlaq jamiyatning insoniylikqa elib kelgan ofatlar ustidan shikoyat qilish bo'lib, bu jihatda bu Milan Kundera bilan o'xshash tipga kiratdi. Xirtamillar, Kundera, Veklav Xavil, İsmail Qadirlarning hammasi sharqiy yevropaliklar bo'lib, Stalinizmning judullarini yetkuch tetigan hamda shu vaqtda mo'l kechirmishlarga ega bo'lgan edi. Azob, g'urur bilan to'qinishganda talantni urg'utdi. Yuqorqi yozuvchilar nuqul azobli turmush tindirimiz bilanla adabiyot yulduzlariga aylangan emas. Balki ular yana yetarli badiiy saboq tarbiyasidan o'tganlar edi. Angliyadan qaytib kelgandan keyin İsmail Qadir asarlarining Jungo o'qirmanlariga tunishtirilishi boshlaganligini ko'rdim. Jungoning tarjima adabiyotiga haqiqatan sal qarg'il bo'lmaydigan yerga yetgan edi. Sharqiy Yevropadagi hokim mutlaq tuzum davridan balqib chiqqan yozuvchilarning tanqid ro'yiga boy asarlari Jungo o'qirmanlarining diqqat markazidan allapurun joy olgan edi. İsmail Qadirni Jungo o'qirmanlari tarafidan sal qaralgan, ammo bayqalgan hamon hayronlik paydo qilgan deyishga bo'ladi. Mening hozirgi nishonim Uyg'ur o'qirmanlariga İsmail Qadirni mufassal tunishtirish emas. Men uning obzorchilar tarafidan yuqori baholangan Ta'bir Sarayı nomli asrini ko'radigan holda o'qirmanlarga uning adabiyot qasridan yeb uchib beraman. İsmail Qadir albaniyalik yozuvchi. U shoir, tanqidchi, dramaturg va ijtimoiy faoliyatchi bo'lib, bugungi Yevropa osmonidagi bir parlaq yulduz deb qaraladi. Uning nurg'un asri uning ona tilidan boshqa 30 xil chet el tiliga tarjima qilingan. Ba'zilar uni Kafka, Hemingwaylar bilan silishtirdi. U ko'p qatim Nobel adabiyot mukofoti nomzodligiga ko'rsatilgan. Biz Qur'onliklar odatda Albaniyani ancha tushunib ketmaymiz.
Mao davrida Jungo bilan Albaniyaning munosabati quyuq bo'lib, 1960-yillarning boshlarida xalqaro kommunizm lagerida egri ixtilof ko'rilib, bu lagerdagi jandoslar Sovetlar ittifoqi bilan Jungo birinchi nomerlik raqiblarga aylangandan keyin Jungo bilan Albaniya jandos bo'lishib, Albaniya Emgak partiyasining bosh sekretari Anvar Xo'ja Jungoga ziyoratga kelib turgan. Shundaq bir baytal minal siyosiy muhabbat va yaqinchilik sababidanmikin 1960-yillarning oxirlari va 1970-yillarning o'ttirlarigacha atalmish madaniyat zo'r inqilobi avjiga chiqqan yillar Salam Albaniya degan naqshni Uyg'urcha aytish, chet el kinolarida faqat Albaniya kinolarini ko'rish, u kinolarning naqshlarini aytish va bu davrda tug'ilgan Uyg'ur bolalarga Anvar deb ism qo'yishmi moda bo'lgan edi. Muharrirdan Алдыңғы əsrinin 60-70 yillarida Uyg'ur matbuotlarida Albaniya yesdaşlıq qilgan xohishdagi ba'zi bir asarlarning e'lon qilinganligi ma'lum. Biroq hozirgi yoshlarimizdan Albaniyani tushundiganlar nihoyat oz bo'lsa kerak, beqir muallifmi ancha bilmaydiganlarning ichida. Ismoil Qodirning dunyoviy yozuvchi bo'lish hargizmi tasodifiylik emas edi. Albanlar uzoq tarixiy madaniyat va adabiyot an'anasiga ega bo'lish bilan birga dunyo adabiyotining yangi natijalari bilan vaqtida uchrashib tura olgan hamda bir turkum yuqori badiiylik sohib adabni o'ttirg'a chiqara olgan. Ismoil Qodir yoshligining dastlabki yillarida o'zining she'riy talantini namoyon qilib, bir necha she'r to'plamini e'lon qilgan hamda she'riyat sahnasidagi mashhur shoirlarning diqqatini qo'zg'agan. U 20-asrning 50-yillarining oxirida Moskvadagi Maksim Gorkiy adabiyot institutiga abatilgan va u yerda rus, fransuz tillarini tirishib o'rgangan. 1961-yili Albaniya Sovet munosabati uzilib, Tiranaga qaytib kelgan. Uning qaytib kelgandan keyin e'lon qilgan bir necha dastoni Anvar Xo'ja va Emgak partiyasining buyuk tuhfalarini madhiyalanganligi uchun shoir hukumat doiralarining qaltis e'tiborlashiga erishgan. Hatto Anvar Xo'ja bilan bevosita bardi-keldi qila olgan. 1990-yili Sovet ittifoqi parchalanganda Albaniya Emgak partiyasi hokimiyatdan ayrildi. Ismoil Qodir ba'zi bir siyosiy radikallarning tahdidida qilib, Fransiyadan siyosiy panohlik tilab Parijga chiqib ketgan. Ba'zilar uni vatan xoini deb ayblagan. Lekin Ismoil Qodir vaziyatni ko'z tutishga mahir odam bo'lib, garchi o'zi Parijda tursimi, taratqularda suhbat bayon qilish, oliy maktablarda leksiya so'zlash orqali o'zining siyosiy maydonini bildirib turgan. 1999-yili Kosovodagi albanlar fojiali kunga qolganda Ismoil Qodir Amerika rais jumhuri Clintonga maktub yozib, albanlarni qirg'inchilikdan qutuldirishni talab qilgan. Biz go'yo bir-biriga zid ikki xil Ismoil Qodirni ko'rgandek bo'lyapmiz. 1990-yilning oldi-keyindagi xalqaro vaziyat o'zgarishi diktator hokimiyatni tanqidlaydigan Ismoil Qodirni maydonga keltirdi. U albanlarning tarixiy va folklor boyligidan uzuq ilib, tamoman yangicha badiiy ifodalash usullari bilan albanlarning lirik badiiy obrazini yaratdi va o'zimi hokim mutlaq tuzumning shikoyatchisiga aylandi. Ta'bir sariyi inglizcha nomi The Palace of Dreams Ismoil Qodirning prozchiligida mayli badiiy palla yoki siyosiy tendensiya moyillik jihatda bo'lsin, alayda o'rin tutadi. Asarda tasvirlanishicha, Osmoniylar davrida ta'bir sariyi deb alayda bir organ bo'lgan bo'lib, joy-joyi qo'yilgan minglagan tarmoqqa ega. Bu organ sulton tarafidan maxsus tasdiqlangan bo'lib, vazifasi xalq ko'rgan har xil tushni yig'ish, tanlash, turga ayirish, tahlil qilish, bekitish va bartaraf qilish, oxirida mamlakatga tahdid bo'lgan omillar bayqalsa, darhol yuqoriga ma'lum qilishdan iborat. Tahdidli tushga binoan hukmronlar dahshatli bostirish ilib boradi. Ta'bir sariyining qurilmasi sirliq ham murakkab bo'lib, qasrlar bir-biriga kirishib ketgan. Qarang'u, agri-bugri koridorlarning oyig'i yo'q. Hech qanday belgi va xatlarni ko'rgil bo'lmaydi. Bu g'alati saroy xalqan odam kiradigan yer emas. U yerda nihoyat ko'p odam xizmat qildi-yu, bir-biriga yo'liqmaydi. Go'yo boshqa odam yo'qdek tuyuldi. Asardagi bosh qahramon Mark Alim Osmoniylar ordusida muhim xizmatlarni o'tagan 5 nafar vazir chiqqan Quprili jamiyatiga tava alayda bir xodim bo'lib, tog'ilarining tirishchanlik ko'rsatish bilan ta'bir saroyida tush tahlil qilish layoqatiga erishgan. Imperiyaning har qaysi rayondan kelgan tushlarni ayri boshlash, tahlil qilish va bartaraf qilish jarayoni Mark Alim jamiyatiga munosabatli mundaq bir tushni yo'liqtirdi. Ko'rik bo'yidagi bir parcha taqir yer, u yerda axlatlar do'linib ketgan. Tashlandiq narsalar, to'pa va eski daslar orasida g'alati bir qadimki soz o'zligidan kuy yangritib turdi. Bir to'paq go'yo muzikadan asabiylashganda ko'rik bo'yida turib mo'raydi.
Dastlabda u bu tushga ancha e'ron qilib ketmagandek bo'ladi. Ammo bu tush uningga takrar uchrab birdilla diqqat qo'zg'aldida yuqoriga ma'lum qiladi. Kutilmaganda u tush uning jamiyatiga chetilib Quprili jamiyatining beshiga chiqadi. Ammo Marik olim o'zining vazifasida turaverdi. Marik olim tush tahlil qilishga beshchilab kirib ketgan edi. Kallasi mo'l tasavvurga to'yingan rangarang tushga mastona bo'lib ketib, real dunyo xunuk, bemazza, ma'nisiz tuyuldigan bo'ladi. Tushlarning hammasi davlatning idorchiligida, taqdiri kishilarning o'z ilkida emas. Marik olim shaxsni to'limi arzimas, ojiz va bechora his qildida, hamma narsaga passiv moslashni eng yaxshi tanlash sifatida qabul qiladi. Asarda Marik olimning turqini ko'rgil bo'lmaydi. Xuddi arvohdek uning ovozi bilan harakati ma'lum. Bu asar go'yo inson xarakteriga zid bir ijtimoiy reallik haqidagi tragediyalik go'zallik tuyungan arznamadek bilindi. Asarni o'qib bo'lgan shu kun kechasi men tush ko'ribdiman. Bu tush mundaq edi. Parchalanib yemirilayotgan yer sharining bir tarafida suv, yana bir tarafida o't. Men bir to'p odam bilan sozliq bir jilg'a qapsilib qaptiman. Jilg'a shu qadar tarki, mengish nihoyat mushkul. Men o'tqa tushib ketayotganlarning nolisiga chidamay, ularni tartib olish uchun qo'limni sunug'idakman. Lekin ba'zilar sozliqqa cho'kib ketadi, ba'zilar o't dengiziga g'arq bo'lib ketadi. Yap-yeshil cho'ng bir so'gat daraxti har tarafga chepib, qutqizish ishlariga haydakchilik qiladi. Uning shaxlari qo'llariga o'xshab qoladi. Men uningga qutqizishga bo'lganlarini qutqizayli debdiman. Ularning hammasi odam qutqizib olayli debdidak so'gat daraxti. O'zi qutqizmaganlarni qutqizmoq tas debdiman. Shu asnoda yer shari parchalanib, yerim parchasi qaynayotgan o'tga tushib ketdi. G'ada Karmi Fatimani izlash. Az to'la aqlimga kelganini qarasam, Falastin Isroiliya to'qinishi mavjud ekan. Gazet va radiolarimizda Yashir Arafatning siyosiy kurashlari hukumatimizning mavqesiga yarasha keng kushada tashviq qilinadi. Falastin desa Isroiliya armiyasining Bronovik va tankillariga taj etayotgan qo'rqimsiz balalar ko'z oldimga keladi. Chaqliq o'rindiqda o'ltirgan Shayx Yasin Ahmadning surilik va qat'iy chiroyining keyindagi hasratni aslamay turolmayman. Yashir Arafatmi o'ldi? Shayx Yasin Ahmadmi partiltilib o'ldirildi? Necha avlod Falastin jangovarlari o'ldi? Diplomatiya munbarlarida siyosiyonlarning kulib turib uchurishlari kishilarda umid va tashvishlarni paydo qildi. Tinchlik kelishimlari talay imzolandi. Biroq Falastin zaminda istutak yinib turaverdi. Odamlar bombalarda o'layverdi. Tinchlik kelishimi mohiyatmi yoki urush mohiyatmi degan bir masalada cheklik taratqular qarashliq bizdek, ammo gangrab qoldik. Dunyoda Falastin Isroiliya to'qinishidan keyin o'ttirg'i chiqqan talay milliy va irqiy masala hal bo'ldi. Lekin to'kilgan qon, to'langan badal, ketgan vaqtlarning qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar Falastin xalqining orzusi hal bo'lmadi. Aksicha vaziyat texmo keskinlashdi. Kelajak texmo qorong'ulashdi. Qaraganda Falastin Isroiliya krizisi O'rta Sharq rayonining o'zidan ko'p olqib ketgan dunyoviy masala bo'lib, bu dahshatli o'yindagi tizginakning kimlarning qo'lida ekanligini faraz qilish undaq oddiy ish bo'lmas kerak. Qandaqla bo'lmasin, Falastin Isroiliya krizisini bugungi dunyodagi haqqoniyatning krizisi deyishga bo'lamdi yo'q degan masalani yanala jamoatning o'zi qoldirgan tuzuk deb o'ylayman. Falastin Isroiliya krizisi haqidagi tugun menda uzundan beri saqlanib, ko'nglimdagi ko'plagan tugunning orasiga qo'shilib, tugun biti turib keldi va asta-asta angsizligimga aylandi. Bu angsizlik Londondagi bir kitobxonada o'zining muayyan ifodalanish shaklini tasoddifiy holda topgan edi. Londonga yetib berib, atisli ko'cha aylandim. Kitobxon aralamay ko'nglim amin topmadi. Kitobxon aralab etib, Fatimani izlash bir falastinlikning hikoyasi nomli bir kitob qo'limga chiqib qoldi. Kitobning muqovasiga Karen Armstrong ismli bir avtorning mustaqillik kezdida e'lon qilgan taqrizdan ilingan bir jumla so'z berilgan bo'lib, uningdagi surgundagi psixologiyalik makonsizlik degan iborat diqqatimni tortdi. Hozirgi jamiyatda madaniyat jihati u yoqqa ya bu yoqqa tava bo'lolmay o'tirdi qolgan. Hatto o'tirdi qolganligini bilolmay qolgan. O'y xiyoli jon biqish masalasidan halqib o'talmagan insonlar avib ketdi. Mundaqcha aytganda, ular o'zlarining madaniyat tabalik ustida tuzukroq o'ylanadigan sohaga yetmagan. Vosita tanlamay turmush yo'li izlaganlar tipiga kirib qolganlardir. Surgun degan zodi nima? Surgun degan bir odam o'zining yurtida har xil tahdid yoki yaklash tufayli turishga amalsiz qilib, ayrilib chiqib ketishni bildirdi.
Kishilar ba'zida o'zining makoniga band bo'lgan holda surgunlik hayotiga mubtalo bo'ladi. Ular tashqi muhit bilan uchrashishga imkonsiz qoladi. Buni ichki surgun deyish mumkin. Surgun jismoniy va siyosiy turlarga ega bo'lish bilan birga yana axloqiy, ijtimoiy, diniy, ideyaviy va kultural qatorliq turlarga ega bo'lish mumkin. Misolan, bir odam o'zining ko'p sonliqqa o'xshamaydigan ideyasi tufayli o'z yurtiga patmasligi mumkin yoki kishilar uni oraga olmasligi mumkin. Yana bir odam o'zining alohida kultur farqi bilan chetga qiqilish mumkin. Fatimani izlash nomli kitobning avtori G'ado Karimiy o'zini surgunda his qilgan dardmand bir ayol edi. G'ado Karimiy Angliyada turayotgan falastinlik ayol yozuvchi, doktor, akademik, ijtimoiy faoliyatchi. G'ado Karimiy Angliya falastinliklar harakatining qo'rg'uvchi a'zolarining biri bo'lish va falastinlik davosiga alayda publistik maqolalari bilan xalqaro hurmatga sazovor falastinlik ziyolilarning biriga aylangan. U dunyodagi har qaysi universitet va turli ommaviy so'rinda taklif bilan nutq so'zlaydi. G'ado Karimiy Falastinning Yerusalim, Quddus sharif shahrida tug'ilib, musulmon va xristian arablar aralashib turadigan bir muhitda cho'ng bo'lgan. 1948-yili Angliya homiyligidagi va yahudiy ko'chmanlar yig'iliqidagi Falastin urush parakandchiligi ichida qilib, yerli xalq tahdidga uchraganda Karimiyning oilasi Damashqqa, ondan Londonga musofir bo'lib boradi. Bu ma'nodan olganda G'ado Karimiy 9 yoshdan boshlab vatansizlik ichidagi surgun hayotini boshlaydi. Uning dadasi Hasan Said Karimiy Angliya radio shirkati BBCning arab tili bo'limida xizmat qiladi. G'ado Karimiy sohibxona davlatning kulturi, ma'arifi va urf-odati ichida yetilishga boshlaydi. Yahudiylar, arablar va inglizlar aralashib ketgan bir muhit kichikgina G'ado Karimiyni murakkab bir kimlikka ega qiladi. Tarixdagi Falastin 1948-yildan keyin mavjudligini yo'qotib, Isroiliya doiralari va uni qo'llovchilarning xohishiga uyg'un, lekin tugamas majro bilan to'lgan Falastin-Isroiliya krizi ro'yobga chiqdi. Shuningdan boshlab Osmoniylarning qo'ldan chiqib ketgan bu muqaddas zamin ayni davrdagi g'arb siyosiy doiralarining rejissyorligida kriz bilan hilol oy o'rtasidagi jidalli markazlik ko'rsatib beradigan qonliq bir sahnaga aylandi. G'ado Karimiy o'zini falastinlik deydi desa, uning kindiqdan to'kilgan Falastin yo'qolib, g'ayriy rasmiy bir tusga kirib qolgan. O'zini angliyalik deydi desa, ota-bovasi yaratgan shonliq madaniyat an'anasi uning panoh bo'lgan u davlatda yo'q. Demak, u yiltizi va tuproqdan ayrilib, tashdakka ko'chirilib qo'ygan pikos daraxtidek ojiz, kichik holatda yashay oladi. Lekin baraqsan shoxlarni chiqarib cho'yolmaydi. Biroq o'ttir sharqda yillar sari ulg'ayotgan urush o'ti G'ado Karimiyning ziddiyat kimligidagi yiltiziq tartishish engini uyg'otdi va asta-asta irodasi mustahkam bir faoliyatchi sifatidagi G'ado Karimiyni yetishtirdi. G'ado Karimida arab kimligi va ingliz kimligining har ikkisi bor edi. Biroq har ikkisi to'lgan mukammal kimlik emas edi. U yeshi cho'ngaygan sari falastinlik xos kimlikning mastona izdiguvchisi bo'ladi. 1998-yili o'zining suyumlik bolaligini o'tkazgan Qatamun Falastinga qaytib, o'tmish davrlardagi tabarruk izlarni izlaydi va u izlarning xarob holatidan yuragi alamga to'shidi. Dalanning eshigini ochdim, yuragim laxta bo'ldi. G'ado Karimiy Falastindagi koni uyining eshigini ichib kirganda tashlandiq xarob bir manzara uning yuragini izidi. Ajdodlar allburun yo'q bo'lgan. Ajaba bu Falastinga timsol emasmi? Maydonning o'ttirsida Osmoniylar davridan qolgan masjid bor, biroq u taqilib qopti. Uy va masjidning taqilib qolishi bu yerdagi kultural jihatdagi tozalashning naqadar sistemlik ekanligini bildiradi. Oxirida avtor balalik davrida o'ziga ikkinchi ona bo'lgan 1948-yili avtorning oilasi musofir bo'lib chiqib ketganda Qatamunda qolgan Fatimani izlab topolmaydi. Kitobning oxirgi bobi hasrat bilan sug'urilgan musibat naqshisiga o'xshab ketgan edi. Falastin Britaniya hukmronligiga o'tgandan buyon Falastinga mustaqillik berilish tugul, bu tuproqqa Yahudi ko'chmanlarining ko'chib kelishiga madad berildi. Bu xil ansizlik davomlashaverdi. G'ado Karimiy Falastinga yuzlangan ofat va baxtsizlikning tarixini o'z kechirmish orqali jonliq va konkret suratlab bergan. Yo'qotish, tashlab berish, o'zlishish, sing'ishish, arsalda bo'lish, tamtirash, izlash, o'ziga qaytish, azobliq ayrilish, amalsizlik kabi alamli xotirlar qarmoqqa Karimiyning kishilik taqdiridan markaz aks asimi amaliyat ular Falastin xalqining o'rtaq taqdiriga vakillik qiladi. Falastin burunqi manbalarda Kan'anmu deyilgan. Arxeologiyalik bayqalmalar milodiyadan 3000 yil burun kananliklarning G'azzada yashaganligini dalillaydi. Milodiyadan 1000 yil ilgirki İbraylar o'zlarining davlatini qurgan, keyin ular Paris imperiyasining kontroliga o'tgan. Milodiyadan ilgirki 63-yili Falastinni Rimliklar egilib qattiq siyosat yurgizib, Yahudiylar qirilgan va tarqalib ketgan.
Palastin islom hokimiyatiga o'tgandan keyin xalifalikning homiyligida Palastindagi qoldiq yahudiylar avtonomiya huquqiga erishib, Rim hokimiyati davrida chechilib ketgan yahudiylar Yerusalimga bir-birlab qaytishga boshlagan. Saljuqiylar davriga kelganda Palastindagi yahudiylarning soni taxminan 300 mingga yetgan. Ammo ahli salab urush davrida yahudiylar so'riqchilik tartib ozlab ketib, bir necha mingga tushib qolgan. 20 asrning beshida yana birinchi dunyo urush oxirlashganda Falastinda 750 ming aholi bo'lib, musulmonlar umumiy nüfusning 80%ni egallagan. Falastindagi yahudiylarning 1914-yildagi umumiy soni 85 ming ekan. 19-asrning boshlarida bosh ko'targan Ilmaniya hokimiyatni dindan ayirish hodislari Yahudiy diniga bo'lgan kamsitishni keltirib chiqargan. Natijada yahudiylar Yevropaning millatchilik logikasiga uyg'un holda zionizm vujudga kelgan. Zionizm Yahudiylarning o'z taqdirini o'zi belgilash va Falastinda Yahudiylarning milliy davlatini qurib chiqishni maqsad qilgan millatchilik harakatini ko'rsatdi. Bu harakat Isroiliya davlati qurilgandan keyinmi davrlarning qadimiga munosib yangi shakllarga taraqqiy qilib turgan. Bu atalg'u Zion degan so'zni yiltiz qilgan bo'lib, u shahri Quddusning yendagi tog'ining ismi. Dastlabda u yurtiga qaytish, ona yurt sevgisi, Yahudiylarni tirildirish xohishdagi diniy oqartish ma'nosida yeyilgan. Rasmiy siyosiy ma'nodagi zionizmning asosi Siort Herzl tarafidan 1896-yil qurilgan ekan. Shuningdan boshlab Yahudiylar o'zlarining milliy davlatini vujudga keltirishning amaliy harakatini boshlab, har xil tashkilotning himoyasida Falastinga sistemalik holda Yahudiy aholilari ko'chirilib o'ltiraqlashadi. 1917-yilga kelganda Angliya diplomatiya vaziri Arthur James Balfour zionizmchilarning rahbariga Yahudiylarning Falastinda davlat qurishni qo'llaydiganligini bildirib maktub topshirdi. O'rta Sharq vaziyatida tarixiy burilish yasagan 3 jumla 125 so'zdan tashkil topgan bu maktub tarixda Balfour xitobnomasi deb ataldi. Balfour xitobnomasining yozilishiga Yahudiy ximiya olimi Xaym A. Weizmann bevosita ta'sir ko'rsatdi. Weizmann 1906-yili Balfour bilan ko'rishganda Balfourga nihoyat ijobiy ta'sir qoldirgan. Balfour Weizmanndan zionizmning markazi nima uchun boshqa yer bo'lmay dal Falastin bo'ladi deb so'ralganda Weizmann Balfour apandi, biri sizdan Londonni ilib olib, uning o'rniga Parijni bersiz qo'shlamsiz deb javob bergan. Balfour raddiya berib, doktor Weizmann, London allaburun o'zimizning-da deganda, Weizmann, shundoq London bir sozliq bitib turganda, Yerusalim bizning edi deb. Gerçi xitobnomada yerli xalqlarga zarar yetkazmaslik sharti ostida Yahudiylarning milliy oilasini qurib chiqish alohida eskartilgan bo'lsa-mu, keyingi tarixning batlari qon bilan to'lgan. 1948-yili 14-mayda Isroiliya davlati qurilib, Atisla O'rta Sharq urushi boshlanib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1947-yili arablarga ajratib bergan 6000 kvadrat kilometr zaminni Isroiliya egilib oladi. Shuningdan boshlab zionizm arab islom allarining yuragiga bosib kirib, O'rta Sharq xalqlarini ittifoqlasha olmas holatga keltirdi va ularni tuzuk uxlay olmaydigan yoki tuzuk to'lay olmaydigan qilib qo'ydi. Theodor Herzl g'arbda yashaydigan Yahudiy boylaridan pul to'plab, ayni vaqtdagi Osmoniylar tava Falastindan yer sotib olish uchun ko'p uringan. Ammo uning turli shakldagi talab urinishlari Xalifa Abdulhamid ikki tarafidan keskin rad qilingan. Xalifa Herzlga mundaq javob bergan: Yahudiylar pullarini o'zlariga saqlab turishsin. Mening imperatorligim parchalanganda Falastinni pul xashlamay qo'lga kirgizib olaydi. Ammo bu davlat bizning jasadlarimiz parchalanmay turib parchalanmaydi. Taqsim qilin olmaydi. Men jonliq bir badan ustidimi operatsiya qilishga asla ruxsat qilmayman. Lekin Osmoniylar g'arbning qo'li bilan oxir parchalandi. Uzoq so'zilgan bir suiqasd zamonaviy dunyoning jalbkor liboslarini kiyib, kishilar oltin yoki pulga bosh urdigan Iroqqa yetakildi va xotirjamlik amalga oshmaydigan tushga aylandi. Endi haqiqiy axloqsizlikqa aylanib, Machiavellizm moda bo'ldi. Machiavellizm ruhiy zionizm to'g'risida hisob chiqilgan saxta qarornoma Zion danishmanlarining qarornomasida nihoyat tipik aks etdi. Intayin qo'rqinchli bu qarornoma garchi zionizm ustidan to'qilgan narsa bo'lsa-mu, dunyodagi nurg'un tilga tarjima qilingan bo'lib, barliq fashistik hokimiyatning apparatidagi mohiyatni umumlashtirib bergan yolg'onchilik ichidagi chinliq bo'lib qolgan. O'qirmanlarimiz Yahudiylarning qad ko'tarish tarixi, O'rta Sharq tarixi qatorliq manbalarni ko'rsa, siyosiy o'yin haqidagi mo'l tarixiy bilimlarga ega bo'ladi. Uzoq so'zilgan bir suiqasd zamonaviy dunyoning jalbkor liboslarini kiyib, kishilar oltinga bosh uradigan Iroqqa yetakildi va xotirjamlik ishq ochmaydigan tushga aylandi. Munosabatli tarixiy uchurlar Xaan Chuanning O'rta Sharq tarixi nomli kitobidan ilindi.
G'ada Karimi kitobining oxirini mundaq tushirgan bo'lib, bu hal avtorining tamoman birdek bo'lgan kayfiyatini yaxshi izohlab berdi. Ko'zlarimni ans salda yumib ochdim. Hikoya dahi tugmagan edi. Kishilar bu yerda mavjud edi. Balkim ular makon zamon jihatdagi o'tkinchi surgunlar. Lekin men boshqacha bir surgunda. Uning cheki yo'q bo'lib, hech yerga qaytqil bo'lmaydi. Men intayin umidsizlangan holda shuni his qilmoqda edim. Necha yildan beri qo'rqib qechib yurgan yildizim bar yerga qaytishim kerak edi. Biroq haqiqat shuki, tenim bilan har ikki yerdan yildizni topa olmadim. Men garchi ikki xil madaniyat muhitida cho'ng bo'lgan bo'lsam-mu, oxirgi hisobda hech qaysi ta'alluq bo'la olmay o'tatdim. G'ada Karimi o'zini ma'naviyat surguni deb atayotdi. U na Angliyadan, na Falastindan o'ziga haqiqiy tegishlik narsalarni izlab topolmagan edi. U zodi arabmi yoki inglizmi? Uning biologiyalik va fiziologiyalik tavalligi qandaq? Siyosiy tavalligi qandaq? Madaniyat tavalligi qandaq? G'ada Karimi bularni o'xshash bir nuqtada uchrashtira olmay avara edi. U tipik bir kimlik sargardoni edi. O'ziga mansub vatan bo'lmaganlarning boshqalar oldida inovatli kimligi bo'ladimi? Pasport va kimlikdagi men xotim o'rnida. Nam ataq qasrlar bo'ldi manga tar. Manga erkin makan tag'diki satma. Meni olamda yo'q mardon degandan, yuzingni dab qilib yomoniga qatma. Sayfiddin Azizi. Har qatim chet elga chiqqanimda ba'zi qarindoshlarim u endi qaytib kelmaydi deyishibdi. Tunji qatim pasportga iltimos sunganimda jamoat xavfsizligi tarmoqlari talabimni tushangil bo'lmaydigan usulda rad qilgan edi. Kishilar orasida asossiz holda yamirab ketgan qaytib kelmaslik g'ulg'ulasi menga so'g'uq kelib chet elga chiqa olmadim. Bilimga intilib turgan esil chog'larim o'rtinish ichida o'tdi. 6 yil o'tgandan keyin ming bir mushaqqat, ming bir tashvishda pasportga erishdim. Ishimdan chechak chiqib qolamdikin deb Yaponiyaga davransiz yurib ketgan edim. Bu haqda o'zini aldash Bosog'iston nomli kitobimda ba'zi sahifa bilan ochgan edim. Yaponiyalik bir yillik ilm istiqomatimni tamomlab vatanga qaytib kelganda maktabimizning kadrlar boshqarmasi qaytib kelganingiz yaxshi bo'ldi, endi xotirjam bo'ldik deyishib ketgan edi. Men ularga javoban dunyoda mening birla vatanim bor, qaytib kelmay nega boratdim degan edim. Vatanga har xil sifat berish mumkin. Vatan men tug'ilib o'sgan yer. Vatan meni tuqqan xalq. Vatan bir qalb. Vatan bir aqida. Vatan haqiqat. Vatan jarohat. Vatan bir odamning qadr-qimmati, buruch tuyg'usi va qimmat qarashni shart qilgan holda turli sifatda namoyon bo'ladi. Aqida bilan yashaydigan insonlar mayli qayerda bo'lmasin vatansiz bo'lmaydi. Aq bo'lmaganda u g'oyibon holda qalbidagi vatanda yashaydi. Yig'ib aytganda men bir g'oyichi sifatida ma'naviyat bilan yashayapman. Tabiatimdan kuchlik mulkdorlik hirislarini bayqay olmadim. Nemishqadir elning istiroblari bilan ma'naviy jihatda o'zimni bir chetga ola olmaydigan darajada bog'linib ketgan ekanman. Dil kechmishlarim va qismat tashvishlarim ona tilimda misralarga idrokiy talqinlay aylanib, elning g'amiga bo'lgan oshnolikdan fikrlay tashna bo'lgan vatandoshlarimning nazarlarida izzat va qimmat topadi ekan. Shoirliqim va ilmiy salohiyatlarim yanala ajdodlarim yotgan, xalqim tirikchilik qilayotgan tabarik tuproqda ekan. Xalqim ozroq bo'lsa-mu bir narsalarni o'ylashga cho'lis tegmay, har qancha qashshaqlashib ketgan holatdami yozmay tura olmayman. Bu mening taqdirim ham tanlashim bo'lib, buningda achchiq bilan tatliq tushangil bo'lmaydigan darajada yo'g'rilib ketgan. Shaklsiz taqdir baxsh etgan tanlashni o'zimning aktiv tanlash sifatida muayyanlashtirdim. Xolos, demak, men ona tilida fikr qilg'uvchi, qimmatim ona yurtda. Bu bir muqaddas surgun. Men bir dunyoviy garajdan layoqatida xolgan allarni kezib, o'zimni qurib chiqadigan fursat izlashni arzu qilman. Shundaqla har qachon o'zim bo'lishni xohlayman. Mana bu mendagi muayyanlashmagan paradoks, zidlam. Yunon afsonalarida Antios ismli bir iloh bor bo'lib, u dengiz ilohi bilan zamin ilohining bolasi ekan. Uning tapini zaminga tegib tursa, hech qanday raqib ilishda uningga teng kelolmaydi ekan. Chunki uning onasi bo'lgan zamin ilohi uningga cheksiz madad berdi ekan. Keyin Heraklis degan biri Antiosning sirini bilib olgandan keyin Antiosning putini osmonga ko'tarib turib o'ldirib atgan ekan. Antiosning puti ona zamindan ayrilsa kuchidan qoladi ekan. Biz bu hikoyadan munda xulosaga kelamiz.
Өзінің vətini və xalqidan ayrılıb қалған hər qandaq adamның күч madari bo'lmaydi. Demək, vətini yo'qning jini yo'q. Mubada mən bir təbii pənci bulub, öz kəsbimdə dünyavi pəllik çıxmaqçı bolsam, qayerdə ali təcrübəxana, əvzəl şərait bolsa, yad və yıraq görməy şuya yüzlənken bulatdım. Vahalanki mening kəsbiyatxanım xalq hayatı. Şuna xalqның qalbi hicrat qilishim kerak. Sen alıdığan rol qayerdə bolsa, şu yersining hicratgahingdir. Mana bu mening qandaqsy qaytib kelgansan deyişlay bergan javobim. Vətənə qaytıb gəlgəndən keyin chegaraning ichi və sirtida yo'liqqan avarchiliklarni unutib ketolmadim. Unutishga har qancha urinsammo, yangbashdan yuz berib turgan ushshaq ishlar ko'ngilsiz xotiramni yanglab turdi. Qaysidir bir matbuotdan qalam haqqi yoki boshqa turdagi yo'llanma kelsa, chek yoki uqtirishni ko'tarib yaqin atrofdagi pochtaxonalarga borman. Yo'llanmalar adres va ismimizning uyg'urcha yozilishi allaburun tarixga aylanib bo'ldi. Cheklarda ismimning xanzucha yozilishi hamon kimlikdagi xanzucha yozilish bilan o'xshamay qoladi. Uyg'urcha kishi ismlarining talaffuzini xanzucha xatlar bilan aynan talaffuz qilish mumkin bo'lmaganlikdan xanzu tilidagi taxmindan udul keladigan tovush bo'g'im yoki xat bilan ifodalashga to'g'ri keladi. Masalan, ismim uyg'urcha bo'lganda 4 bo'g'imdan tuzilgan bo'lib, xanzucha yoziqda ifodalaganda 6 bo'g'imiga ko'paydi. Bundaq bo'lganda asli ismimdagi tovushlar tamamen yodlashib, xanzu tilining pinin sistemasiga aylandi. Agar biz xanzu tilidagi bir xat, bir ma'no uqum bo'yicha ismimizdan ma'no chiqaradigan bo'lsak, ismimizning xanzucha yozilishdan tushuniksiz bir narsalarning kelib chiqishi turganli gap. Bu xuddi to'g'ri sho'rpisida pishirilgan beliq go'shtining ta'mini uqul bo'lmagandek bir ish. Xanzu tilida o'xshash bir piniyinda bir necha xil xat bo'ladi. Pochta, banka, qatnash va boshqa mulozimat tarmoqlarida, hatto hukumat organlarida mulozimatchi xodimlar ismlarimizni xanzu yoziqida ifodalaganda yangilik bilan o'z bilgan ma'lum xat bilan yozdi-da, u bizning kimlikdagi ismimiz bilan ohangchati taxminan yaqin kelsimi, xatlar birdek chiqmay qoladi. Ammo mas'uliyatni ism egasi tortadi. Shuning bilan bir xatni tuzatkish uchun organ va ishxonalarda qartarab, haftalab, oylab vaqt zoyi bo'ladi. Bundaq kechirmishlar beshimdan talay qitim o'tdi, ham taqdirim sifatida kallamdan o'tdi. Pochtaxona mulozimatchilarining ko'plari chekdagi isming kimlikdagi isming bilan o'xshamaydi ekan deb haqqimni berishni rad qilatdi. Men o'z ismimning davosini har qancha qilsammo aqtura olmadim. Bu yerda bir garajdan yana bir garajdanning ismidagi chinliqni tunmayotadi. Bir madaniyat o'z qo'ynidagi yana bir madaniyatning inchik xarakterini tushunmayotadi. Yana kelib bundaq tushunmaslik haqliq bo'lib, ismi burmalangan shaxs parakanda bo'lib-atadi. Nemishqidir men o'xshamagan muhitlarda o'zimni tushuntirish o'rniga tushib qolman. Ba'zida o'zimni mening ismim Xon nomli kinodagi Rizvon Xonga o'xshatib qolaman. Agar men kimlikdagi sharaf guvohnomalarimdagi xat cheklarimdagi ismlarimning xanzucha yozilishini silishtirsam, ularning har xil yozilganligini bayqayman. Men faqat bir, lekin ismim har xil yozilgan. Demek men o'z ismimga ega bo'la olmadim. Boshqalar meni xato yozdi, men to'stalmay avara. Bu yolg'iz mening qismatim emas. Atrofimdagi kishilarning ismidagi xatda ko'rilgan savalliklar tufayli har birining o'ziga loyiq tortmishlar bor. Mening yana pasport bilan bog'langan o'zgacha kechirmishlarim bor. Har qatim chegaradan o'tsam, farqli holda tekshirilman. Pasportimni boshqalarning pasporti bilan sizishtirib baqsam o'xshash. Faqat ismimla o'xshamaydi ekan. Bir qitim bir sayohat ömüki bilan Şanganga o'tayotganda tamojna xodimlari pasportni qo'liga olib, "Isming nima?" deb so'rashdi. Deb berdim. Ular "Isming bek uzunkan" deb kulib ketishdi. Shundaq, "Ismim bek tas" dedim menmi kulib turib. Angliyada ilm tahsil qilish jarayonida Turkiyaga 10 kunlik sayohatga keldim. Sayohatni oxirlashtirib Angliyaga qaytgan chaqda Turk havo yo'llarining xodimlari meni xeyli uzoq so'roq qilishdi. Meni va pasportimni suratga elishdi. Ularning savoli tugaganda ularga men savol so'rashga ko'nib ketgan, yana boshqa savolinglar bormi dedim xo'rliq his qilib. Ular so'raydiganlarimiz tugadi, sizning boshqa gapingiz bormi dedi. Sizlarcha men terrorchiga o'xshamdikanman deb so'radim. Yosh xodim gapimdan andikib ketdi. Men uningga "Meni alaydi tekshirishinglarning sababi to'g'riliq tushuntirish bermadinglar. Mening buni bilish huquqim bormi yo'q?" dedim. Uninggacha yoshg'in bir ayol xodim yenimga keldi va mundaq dedi. "Kechiring apandi, bizda Angliya tarafining Jungo pasportini qattiq tekshiringlar degan uqtirishi bor. Biz vazifa ijro qilyapmiz. Bizni tekshirmaydigan qayobat dedim men. Ayol xodim murusini qisib qo'ydi. Tamojna xodimlari va elchixona xodimlari ismimning uzun ham g'alitiligidan bearam bo'ladi. Bu ism ularning og'ziga kelmaydi. Navoda pasportga xalqaro transkripsiya bo'yicha Jaloliddin Abduqodir deb qistirilib qo'yilgan bo'lsa, hammaga tushunishli bo'ladi.
Afsuski, pasportlik ismim Cungoluqlarning o'zimi ochiq anqirib bo'lolmaydigan, chet elliklarning og'ziga kelmaydigan, ankitga katakchilay patmaydigan g'alit bir ismga aylanib qolgan edi. Tayvanlik olim Wang Mingki Cungoluqlarning Pazli nomli kitobida millatning etnik nomi haqida to'xtalganda o'z lavzidagi nom va o'zga lavzidagi nom degan terminlarni o'ttirib qo'ydi. Onunca öz lavzidagi nom bir millatning o'zini atishini bildirdi. O'zga lavzidagi nom bir millatning boshqa bir millat tilidagi atalishini ko'rsatadi. Bir millatning milliyati shu millatning o'z lavzidagi nomidan to'g'ri aks etadi. Inglizcha Chinese, Ruscha, Xitoy degandek nomlardek o'lchamlik bo'lmaydi. Wang apandining bu qarashini shaxsiy ismlarga tatbiqlash mumkin. Agar biz ismni odamning shaxsiyat huquqining bir qismi deb qarasak, shaxs ismlari masalasi astoydil qarashga tegishli bir masala bo'lib chiqadi. Chunki ism odamlarning ijtimoiy, madaniy mavjudiyatida bir turli huquq sifatida ularning insoniyatini kafolatlantirdi. Qonun buyruq qildiki, deydi Gegel qonun falsafasi degan asarda. Odam bo'l ham boshqalarning odam bo'lishini hurmat qil. Men bu yerda o'z ismimning boshqa bir tildagi yezilishi qarshi fikrda bo'lmoqchi emas. Balki men har bir til va har bir madaniyatning boshqa bir madaniyat elementini o'z xoslik bo'yicha gavdalantirishni tamoman qabul qilman. Lekin men chinlik va hurmat prinsipini ta'kidlayman. O'zimizga qanday qarashimizdagi qat'iy nazar boshqalarning nazaridagi shaxsiy salohiyatimizni qo'llash imkoniyatimiz hamon cheklik. Amartya Sen kimlik va zo'ravonlik. Bir odamning odam bo'lish uchun uzuq, kiyim va turalg'ining bo'lishi kifoya qilmaydi. Yani uning odamiylik izzati bilan g'ururi boshqalar tarafidan qabul qilingan bo'lishi kerak. Shunday bo'lganda u o'zining odam ekanligidan rozimanlik his qila oladi. Odam abstrakt narsa emas. Uning millati, davlati, madaniyati, e'tiqodi va qimmat qarashi bo'ladi. Bir puhraning puhraligi ularni o'ziga sig'dira oladigan cho'ng bir kimlik bilan qadr-qimmat topadi. Birdeklik bilan ko'p xillik bir-biriga zid narsa bo'lmasdan, balki bir tangining ikki yuziga o'xshaydigan narsalardir. Biz ta'kidlayotgan aniq jamiyat qachon ishq oshidi? Biz hadislar boshqalarga o'zimizning ko'z bilan qarab olmasdan, o'zimizga boshqalarning ko'z bilan qarashni o'rganaylik. Shundaqla boshqalarni shularning o'z o'lchami bilan baholashni bilib olaydi. Ko'z tush bulonlari o'zaro o'tishib tursin. Ana shu chog'da bizdagi kibr tamanno azlab, bir-birimizga barobar hurmatdagi garajdan bo'lib ko'rinamiz. Kelgusidagi taraqqiyotdan hammamiz o'z o'rnimizni topa olamiz. 2011 yili may Xinjiang Ma'rif institutidagi uyimda tamomlandi.